Amaliyotda juda ko'p uchrovchi savollardan biri moddiy ta'minot va alimentni avvalgi davrlar uchun ham undirish mumkinmi degan savol hisoblanadi. Ha, albatta mumkin, ammo buning uchun alohida qoidalar belgilab berilgan. Moddiy ta'minot masalasiga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq er-xotin bir-birini moddiy tomonlama ta'minlash holatlari belgilab berilgan, ya'ni muomalaga layoqatsizlik, nogironlik holatlari, mehnatga layoqatsizlik holatlari va xotinning homiladorlik va bola toki 3 yoshga to'lgunga qadar bo'lgan davr uchun beriladigan moddiy ta'minot masalasi hisoblanadi. Bola toki 3 yoshga to'lgunga qadar va homiladorlik davrlarida ona uchun moddiy ta'minot masalasi sud tomonidan sudning qaroriga asosan undirilishi mumkin. Bu alimentdan tashqari hisoblanadi. Ammo bu holatda e'tibor berish lozim bo'lgan holatlardan biri moddiy ta'minot masalasi faqatgina qonuniy nikohda bo'lgan er-xotinlar o'rtasida amalga oshiriladi. Ya'ni shar'iy nikoh asosida turmush qurib yashab kelayotgan holatlarda bu holatda moddiy ta'minot masalasi uchun da'vo qilish imkoni mavjud emas. Endi ikkinchi masalalardan biri alimentni avvalgi davrlar uchun ham undirish mumkinmi degan masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 136-moddasi 4-qismiga muvofiq aliment to'lovlarini undirish masalasi bo'yicha sudga murojaat etgunga qadar aliment masalasini to'lash to'g'risida harakatlar amalga oshirilgan bo'lishiga qaramasdan aliment to'lash lozim bo'lgan shaxs bu narsadan ixtiyoriy rozilik bermagan, ya'ni bundan bosh tortgan taqdirda sud tomonidan sudga da'vo qilingan vaqtdan boshlab avvalgi 3 yillik muddat uchun aliment undirilishi mumkinligi belgilangan. Ya'ni bu nima degani? Oliy sud plenumining qarorlarida ham bu bo'yicha tushuntirish berilgan. Ya'ni unga muvofiq aytaylik, siz aliment undirish masalasi bo'yicha sudga da'vo qildingiz va siz sudga da'vo qilgan vaqtga qadar aliment to'lash lozim bo'lgan shaxsga kelishuv tuzish masalasini taklif qildingiz. U esa bu narsaga rad etib, o'zini ish joyi, yashash manzilini o'zgartirish, yashirish orqali sizga, ya'ni aliment to'lashdan bosh tortib kelganligi sud tomonidan tasdiqlanib, o'z tasdig'ini topadigan bo'lsa, siz avvalgi faqatgina 3 yillik muddat doirasida bo'lgan alimentni undirishni talab qilishingiz va sud tomonidan bu narsa tasdiqlanishi mumkin. Bu faqatgina 3 yillik davrda hisoblanadi, qolgan davrlar uchun hisoblanmaydi va bunda ham o'sha aytib o'tilgandek, siz aliment to'lash masalasi bo'yicha kelishuv tuzishga harakat qilgan bo'lishingiz va aliment to'lash lozim bo'lgan shaxs bu narsaga e'tiroz bildirib, ixtiyoriy to'lamagan bo'lishi kerak, ish joyi, yashash joyini yashirib, o'zgartirib kelgan bo'lishi lozim bo'ladi. Agarda sizga ham oilaviy masalalar, ya'ni nikohdan ajratish, aliment va boshqa shunga o'xshash masalalar bo'yicha amaliy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.